Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasida faoliyat yuritayotgan Invest Asia korxonasida bo'ldi. Korxona qadoqlash mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchilardan biri hisoblanadi. Polipropilen qop va yumshoq konteynerlarning 60%, strech plyonkalarning 40% aynan shu korxona hissasiga to'g'ri kelmoqda. Majmua 60 gektar maydonda barpo etilgan bo'lib, hozirgi paytda 2,5 mingga yaqin ish o'rni yaratilgan. Joriy yilning 10 oyida korxonada 1,9 trillion so'mlik mahsulot tayyorlangan, 23 million dollarlik eksport amalga oshirilgan. Avstriya, Germaniya, Italiya, Xitoy va AQSh kabi davlatlarda ishlab chiqarilgan yuqori texnologiyali uskunalardan foydalanilmoqda. Prezidentimiz korxonada amalga oshirilayotgan texnologik jarayonlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, ishchilar bilan ham muloqot qildi. Kelgusi ishlar bilan tanishdi. Aytilishicha, barcha loyihalar to'liq quvvatga chiqqach, ish o'rinlarining soni 10 mingtaga yetadi, polimerni qayta ishlash quvvati esa 280 ming tonnagacha oshirilishi kutilmoqda. Shundan keyin yurtboshimiz Sirdaryo viloyatidagi Guliston shahri Bo'ston mahallasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarini borib ko'rdi. Bo'ston mahallasi joriy yil obod mahallaga aylangan. Hududdagi barcha ko'p qavatli uylar ta'mirlanib, hudud obodonlashtirilgan. Mahalla markazining yangi binosi esa foydalanishga topshirilgan. Issiqlik ta'minotini yaxshilash maqsadida 18 milliard so'm hisobiga zamonaviy qozonxona va 3,3 kilometr issiqlik tarmoqlari qurilgan. Shu yerning o'zida yettilik vakillari va nuroniylar bilan mahalla hamda viloyat hayotida bo'layotgan o'zgarishlar xususida suhbat ham bo'lib o'tdi.